Hammaga salom, sizlar bilan tezkor xabarlar dasturi. Afg'onistonda zilzila sodir bo'ldi. O'zbekistonda 5 balgacha sezildi. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi Surxondaryo viloyatida 4-5 bal, 261 km. Farg'ona viloyatida 4 bal, 417 km. Jizzax viloyatida 4 bal, 417 km. Samarqand viloyatida 4 bal, 421 km. Sirdaryo viloyatida 4 bal, 424 km. Qashqadaryo viloyatida 4 bal, 446 km. Andijon viloyatida 3-4 bal, 477 km. Namangan viloyatida 3-4 bal, 479 km. Toshkent viloyatida 3-4 bal, 495 km. Toshkent shahrida 2-3 bal, 499 km. Navoiy viloyatida 2 bal, 554 km. Buxoro viloyatida 2 bal, 597 km. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.